Va'da berib aytamanki, bunaqa narx yo'q bozorda mana bunaqa narxlar. Qo'ldan kelgancha hammasini arzon qilib beramiz. MacBook Pro 2017. MacBook Pro 2017 ideal holatda, bitta ham chaqasi yo'q. Bu narxi skidkada. Bu narxi nechi pul? Narxini 290 beramiz. Zo'r. Bu narxi $410 beramiz. Core i7 ni 2019 ni. Yana ham kelishamiz. Narxi $360 beramiz. Zo'r narx. 2019 16 ga 226. Sikl ham 100 ta chiqadi, sikl chiqadi. Ideal holat. Dakin ko'rib bor, hammasi bor. Buni bonusga bitta meshkasi ham bor o'zini. Bu 800 zo'r narx. Chunki bu yangi. Hech qachon narx yo'q M2 Airga. 100 yangi. M1 Air yangi, hali ochilmagan. Rangi bilan Space Gray bo'ladi. M1 Air. Buni narxi nechi pul? Buni narxini amerikanskiy region, bu narxini $630 beraman. Yangi M2 Air, M1 Air $630. Zo'r narx, $630 ga. Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun biz xudo xohlasa yana MacBook chiqardik. MacBookga talab va taklif binoan bu yerda arzon ham bor, qimmat ham bor. Aralash narxlarni xudo xohlasa men sizlarga katta ketmayman, lekin va'da berib aytamanki, bunaqa narx yo'q bozorda mana bunaqa narxlar. Qo'ldan kelgancha hammasini arzon qilib beramiz. Chunki arzon bo'lgan bo'lsa boshqa do'konlarda va boshqa joylarda aniq ko'rish kerak. Ichida muammosi yo'qmi? Bu hammasi ideal, muammosi yo'q, tiniq narsalar. Narxi o'shanga yarasha zo'r. Boshlaymiz, ketdik. Birinchisi demak. Birinchi MacBookimiz ko'rinishi ideal holatda, bitta ham pachoq yoq tegan yoki degan joyi yo'q, hammadan chotki. Demak, boshlaymiz. MacBook Pro 2017. MacBook Pro 2017 ideal holatda, bitta ham chaqasi yo'q. Tashbarli bilsangiz mana bilasiz. Tashbarli. Bunda RAM 8 GB RAM bor. 256 GB SSD xotirasi bor. Sikli 505 ta sikl, batareya normal, batareyasi zo'r ushlaydi. 6 soat, 7 soatgacha, balki undan ko'p yetar batareya. Ishlashi zo'r. Bu narxi skidkada. Bu narxi nechi pul? Narxini 290 beramiz. Zo'r. 290 ga i5 olgandan ko'ra bundan yaxshiroq. i5 oddiylar notdan ko'ra, chunki bu qotmaydi, yaxshilaydi. Keyingimiz MacBook shunaqa. Bu MacBook Pro ideal holatda mana ko'rib, bitta ham chaqasi yo'q. Ideal holatda, tiniq. Bu ham Core i5. Bunda bitta ustun tomoni bu 16 GB aplikasi bor va 256 SSD'si bor. Sikli ham juda kam, sikl 130 ta sikl bor. Ideal holatda. MacBook Pro 2017. Buni ham narxi $300 beramiz buni. Zo'r narx $300 ga. Keyingimiz bonusimiz MacBook Air 2018. Ideal holatda 2008 8 GB RAM bor, 256 yoki 128 ta SSD'si bor. Bu sikli ham kam, 3 siklli Air bo'lekin 2018. Buning narxi $300. Zo'r narx. Keyingisi bu ham shunaqa. MacBook Air bu ham 2018 Core i5 8 GB RAM bor, 256 yoki 128 ta SSD bor, chunki bundan ko'p menda. Chunki ranglarni bo'shab ketadi. Core i5 8 ga 256. Ko'rinishi hot zo'r, bitta chaqalari yo'q, masalan, hot 5 boqadan 4 boqa masalan, endi yangi emas baribir. Sikri 665 ta. Buning narxi $300. 2018 Air. Yana ham kelishtiramiz narxlarini. Keyingisi. O'chib qo'ying ovozini. Keyin endi bu katta so'ragan o'chik. Bu ekran dyumi 16:1 bu MacBook 2009 Core i7 16 GB RAM bor va 512 GB SSD xotirasi bor. Sikl juda kam, sikl 37 ta. Sikl 37 ta. Ideal holatda chaqalari yoki biron joy pachoqlari ekran tiniq. Core i7 2009 16 GB RAM, 512 GB SSD xotirasi bor. Sikl 37 ta. Menimcha yangi original batareya qo'yilgan, lekin ishlashi ta'sir qilmaydi. Yangidek gap. Bunda nechi pul? Bu narxi $410 beramiz. Core i7 ni 2009 ni. Yana ham kelishamiz. Keyingimiz xuddi shunaqa, bu ham Core i7. Core i7 ideal holatda bunisi, vaqti ideal. Core i7 2009 32 GB aplikasi bor. 1 TB yo'q, 512 GB SSD xotirasi bor. Yo'nkisi 100 ta. Bu o'zi original batareyasi bor. Bu narxi $470 beramiz. Yangi turibdi holat.
o'tga gapirayapti. Yangi turibdi holat. Holat zo'r, misol uchun yangi turibdi hali. Joy ochib qo'yaylik. Keyingimiz. Keyingi MacBookimiz xuddi shunaqa katta dyumli. Bu 2017 16 GB platkasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Bu Pro tashparlisi bilasizlar, 16 dyum. Kimgadir agar bu nima kerak bo'lsa, masalan, trading kerak bo'lsa, IT kerak bo'lsa, bemalol tushiradi. Photoshopga bemalol ketadi. Chunki bunda video kartasi ham bor. 2017 16 GB platkasi bor, 512 mi 256 SSD xotirasi bor. Sikli ham kam, sikli 400 sikl bor, lekin batareyasi zo'r, batarya normal, batareyasi zo'r. Buning narxi 370 olib beramiz. Keyingisi MacBook Pro M2. Bu MacBook Pro M2 kimni so'ragan bo'lsa, bu 2022 bo'ldi. Ideal holatda hammasi dakim ko'rpasi bor. Dakim ko'rpali 8 GB RAM, 256 GB SSD xotirasi bor. M2ni yo'nqisi 89, sikli 243 ta. Buning narxi necha pul? Narxini 700 olib beramiz. M1 Pro ni. M2 Pro. Bunaqa narxi yo'q, M2 Pro ideal holatda. 700 M2 Pro bu. Keyingisi bu MacBook Air 2019 yili, 2019 ideal holatda gold ayollar uchun, qiz bolalar uchun juda yaxshi. Operatkasi 16, SSD 256 yoki 1.8 talik. Shuning uchun adashaman, bulardan ko'p bo'lgani uchun. Buning narxi 360 olib beramiz. Zo'r narx. 2019 16 ga 256. Sikl ham 100 ta chiqadi, sikl chiqadi. Ideal holat. Dakim ko'rpasi bor, hammasi bor. Buni bonusga bitta meshkasi ham bor o'zini. Narxi $360. Endi bu yoqqa faqat M1 M2 ketadi. Yonib ketdi. Keyingisi MacBook M1 Pro, M1 Pro chip bu bilasizlar. Dyum, 10 dyum bo'ldi, kuchli bo'ldi. Bu 16 GB RAM, 512 GB SSD xotirasi bor. Bunda alohida ana bo'ldi, nima edi? Video kartasi bo'ldi. Sikli 170 ta, yo'nqisi 95 yo'nqis. Ideal holatda. Narxi $1100. Yana ham kelishamiz. M1 Pro. Hammasini dakim ko'rpasi bor. Keyingi bu MacBook M1 Pro. MacBook M1 Pro bu 8 GB RAM, 256 GB SSD bor. Yo'nqisi 90 yo'nqis, narxi $520 beramiz. MacBook M1 Pro narxi $520. Sababi kichkina joyda men bilmayman, chaqasi bor. Bunlar bilmaydi, lekin narxi juda arzon. Narxi $520. M1 Pro, yo'nqisi 90. Keyingimiz bu o'sha yangi MacBook Air M2, 15.6 ya'ni 16 dyumligi, yangi o'sha. Chunki bunda 7 sikl. Buni amerikanskiy region, zakaz soqol kelingan. Buni narxi necha pul? Narxini necha pul beramiz? 750 bo'lsa 800. Bo'p, 800 beramiz. Bu 800 zo'r narx, chunki bu yangi. Hech qachon bundan narx yo'q M2 Airga. 100 yangi. 800 beramiz. 8 ga 256 2023 117 sikl. Keyingisi xuddi shunaqa Hasan Husan'a bunda faqat yo'nqisi 93, sikl nechta ekan? Sikl 128 sikl bor. 8 ga 256, lekin buning narxi unaqa qimmat emas. Buning narxi 730 beramiz. M2 Air 16 dyumligi kattalar bor. M2 Airda 16 dyumligi. Bunisi yangi. Keyingimiz bu M2 Air kichkinasi. M2 Air 8 ga 256, 100 yo'nqis, 35 sikl, ideal holatda. 100 yo'nqis 35 sikl, narxi 750 lar atrofida chiqib keladi. Bundan arzon beramiz, kelishamiz. 730 beramiz yangisini. 100 yo'nqis bu hammasi. Bunisi xuddi shunaqa MacBook M2 Air 8256, 93 sikl, 99 sikl. 93 yo'nqis, 99 sikl bor. Bu narxi necha pul deyapman? Narxini 700 beramiz. Zo'r narx 700 ga. MacBook M2 Air 2023 bo'ldi. 8 GB RAM, 256 SSD, 99 yo'nqis, 99 sikl. Keyingisi bu ham xuddi shunaqa M2 Air 8 GB RAM, 256 SSD,
Bunda sikl 89 ta, yonkisi 98%, 98% yonkisi. Bu narxi necha bo'ladi? Buni ham 700 beramiz. Yana ham kelishamiz. 700 olur. Ideal. Keyingisi MacBook Air, bu unaqasi zo'r. Mayli, MacBook Air 8226 M2 Air bor, 8226. Buni ham yonkisi 99, batareyasi zo'r. Narxi necha pul? Narxi 670 dollar beramiz. M2 Airda. Bu yoq Pro. Endi bu MacBook M1 Pro, bularda yili 2026 bo'ladi. Bu 98 yonkis, 98 yonkis, 16 98 yonkis necha siklda? Sikli 78 sikl ekan. 78 sikl ideal holatda, dokument klass bor. 16 apparatga 512 SSD, M1 Pro ideal holatda debdi. 98 yonkisda ideal 100 gap, 2% kam 100 dan. Bu narxi ham 1100 beramiz. Keyingisi MacBook M1 Pro, bu ham xuddi shunday Pro chiplar. 16 ga 512, yonkisi 89, yonkisi 89. Buni narxini 1040 beramiz. 1040 M1 Pro. 16 ga 512 ideal holatda metal korpusli, dokument klass bor, narxi 1040. MacBook M1 Pro. Endi oxirgi bonus. Bu hali ochilmagan M1 Air yangi, hali ochilmagan. Bu rangi bilan Space Gray bo'ladi, M1 Air. Buni narxi necha pul? Buni narxini amerikanskiy region, bu narxini 630 dollar beraman. Yangi M1 Air 630 dollar. Zo'r narx, 630 dollarga. Xullas, bizda manzilimiz Toshkent shahar, Malika Bozor Avos 9 do'kon. Butun o'zidan bo'lib yetkazib berish xizmati ham bor. Undan tashqari bo'lib berish xizmati ham bor. Nasiya, ya'ni agar kimdir pul yetmagan bo'lsa, boshlang'ich to'lov qilib nasiya olib ketsa ham bo'ladi. U tomondan kelishib olamiz. Bu yerda narxlar hammasi yaxshi narx qo'yilgan. Undan tashqari kesalari yana qo'ldan kelgancha arzon tushib beriladi. Ya'ni nima demoqchiman? Siz ko'rgandan arzon beramiz agar haqiqatan ham sifat yaxshi bo'ladigan bo'lsa. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.